Hammaga assalomu alaykum guys. Bugun biza sizlar bilan ProHackMe'dagi Team degan machine haqida gaplashamiz. Demak, men buni oldim, Teamga o'tyapman ekan. Birinchi galda host degan narsaga saqlab qo'yishimiz mumkin. Keyin biz shunchaki o'zimizning bashimizga saqlab qo'yamiz. Ya'ni IP deganda aynan shu IP adresini tushunsin va buni o'zimizning ZSH RC ga qo'yib qo'ysak bo'ladi. Okay? Ajoyib, bitta source bilan ZSH RC configimizni aktivlashtirib olamiz. Ajoyib, endi shunchaki echo qilib turib IP qiladigan bo'lsak, bizning IP adresimiz chiqib keladi. Ajoyib. Xo'p, biz nima qilamiz hozir? Biz hozir ikki xil yo'nalishda scan qilib ko'ramiz. Ya'ni default tarzda sudo name bilan birgalikda minimum rate beramiz. Shu bilan birga DHT5 berilgan bo'lsa, IP adresimizni berib qo'yamiz. Okay, endi Rustscan degani bor. Rustscanni men ko'rayotgan bo'lsanglar, allaqachon Google browserdaman. Rustscan demaysizlar, kelishinglar kerak bo'ladi. Rustscan deb yozishinglar kerak bo'ladi. Birinchilardan chiqib keladi GitHub page. GitHub page'ida ham hech qaysi joyga qaramanglar. Asosan qaraydigan joyda aynan releases qismi, ya'ni chiqqan joylari, releases qismida allaqachon sizlar uchun hammasi tayyor qilib qo'yilgan ekan. Yangi versiyasi 2.0 tarafda bo'lgan bo'lsa, mana assetsda bizda Rustscan'da deb package. Endi qaranglar. Agarda sizlar ham Kali ishlatayotgan bo'lsanglar, VM'larda yoki default tarzda sizlar bemalol deb package o'tkazsanglar bo'ladi. Agar sizlarniki yo'q, menda Arch deydigan bo'lsanglar, yay bilan tortinglar. Atak biz hozir nima qilamiz? Rustscan'ni deb package'ni olamiz ekan. Okay, buni ustiga bosasizlar, download qilish boshlanadi. Mana qachon download qilib bo'lingan. Kelaman men bu yerga va shu yerdan downloadsga o'taman va sizlar qilishingiz kerak bo'lgan narsa unzip aynan nimani? O'sha Rustscan'ni deb package'ini unzip qo'yasizlar birinchi. Unzip qo'ygandan keyin sizlarda Rustscan'ni deb package kelib chiqadi. Xo'p, Rustscan'ni deb package kelib chiqadi va shuni download qilib olishingiz kerak. Sudo shunchaki dpkg -i Rustscan berib qo'ysanglar, tamom. Sizda Rustscan o'rnatiladi ekan. Ajoyib. Xo'p, endi bu ham allaqachon bo'libdi ekan. Sudo shunchaki Rustscan berasizlar, -a berasizlar va IP adresini berasizlar. Ko'rikimizda juda ham tezda aniqlab beradi portlarni. 22, 21, 80 ochiqligini ko'rsatyapti. Bizda allaqachon lekin bu yerda ko'rsatyapti ekan. Demak, men buni kelaman, M1 deyman, buni esa men kelaman va aytamanki Rustscan deyman. Xo'p, birinchi galda FTP ni tekshirib ko'ramiz. Anonymous userga ruxsat berilganmiki yo'qmi? IP address enter anonymous. Okay, passwordga hech narsa. Okay, login kerak demak. Target bot emas. SSH ga brute qilish bilmaymiz hali, username password ham yo'q. Ani ham username da yo'q. Apache bor ekan. Okay. curl-i qaytaryapti bizga. Keldi, source kodi bilan olib keltirilich. Xo'sh, bu yerda default page, ya'ni Apache haqida gapiryapti. Default page da it works if you see this add team tcm to your hosts. Demak, hozir team.tcm qo'shib qo'yishimiz kerak ekan etc hostga. Keldi, shu narsani qilaylik. Xullas, team.tcm ni nimaga qo'yamiz bu yerga? Sababi hostinglardan birinchi galda, masalan, qaysi bitta veb-saytga so'rov yuborishinglardan oldin etc hosts fayllarni tekshiradi, tiziminglar. Tekshirgandan keyin shunga qarab turib yuboradi. Agarda etc hostlar hostingdan berib qo'ymagan bo'lsanglar, oldindan boshqa bitta hostga boradi. Lekin misol uchun sizlar keldinglar va hozirda biz qiladigan ishimizni qilmoqchi bo'lib turibsizlar. Ya'ni keldinglar, shu yerda okay, IP adresini ham ko'rdinglar. team.tcm bor ekan va bu yerda qiziq narsa IP adres. Okay. IP adresini oldinglar, qo'shib qo'ydinglar va endi sizlar team.tcm qilib so'rov yuboradigan bo'lsanglar, sizlarning IP adreslaringizdan bir-biriga oddiy qilib ketadigan bo'lsa, ulanganligi hisobiga sizlarga team.tcm ochib beriladi ekan. Okay, men save qilaman. Endi bir marta tekshirib ko'ramiz yana curl-i
team.tcm. Okey, endi men fazing qobiliyatlarimni ishlatishga boshlayman. Favdan foydalanamiz. -w ya'ni borlis, user share borlisdagi, secret'dagi, majoriyam raft, sorry, discovery, web content, raft, large directories.txt dash url ga man o'zimni http nima desa bo'ladi, o'zimizni aynan manba team.tcm ni beramiz va shu yerdan faz qilishni boshlagan edim. Dash IC bilan borlisani kesoringni betdim. Timeoutni xohlasang ustiga ko'paytir. Okey, bitta script chiqdi. 301 beryapti ekan, endi redirection, image redirection beryapti. Ko'rayotgan bo'lsangiz size 306, 305 demak nimadir bo'lishi kerak. Menga yana qiziq narsa, chunki bizda host bor. Men keladigan narsam aynan subdomain enumeration, ya'ni vhostlar to'g'rirog'i, vhost enumeration checklistga qaytamiz. Discovery, DNS, subdomaindagi bizning sevimli o'sha 20 tani ishlatamiz. URL sifatida o'zimizning o'sha team, tcm deb beramiz. -h sifatida hostni biza beradigan narsamizda faz qilgan shu yerdan, ya'ni vhostni, teamni, tcmni va shu bilan ajoyib -ic bilan timeoutni ko'paytir ustiga. O'xti, file size chiqadi, ko'rayotgan bo'lsangiz 11366 ekan. dshfs, ya'ni file size 11366 edi u. Da, shunaqa ekan, ww va dev chiqdi. www da 2966 va bunda esa 187. Ajoyib, men kelaman. Tezlik bilan men bularni yana etc hostga qo'yishim kerak. Sorry. Okey. Keldim, bu yerga qo'shib qo'yamiz. www team.tcm va bu yerga dev.team.tcm. Ajoyib. Endi curlni yuboramiz. -i http dev team.tcm ga va shu bilan birgalikda bittada shu o'zdan curl -i http shunchaki dev mas team tcm ga. Ajoyib. Endi bu yerda kontentlari menga qiziq. Underda olib o'tdi. Scripts php team lfi ni xdk o'tdi bu yerdan. Hop, w da nima bor? W da cho'ta shu narsasi doctor visualize by template ga o'xshatdi bu yoq. Bilmadim, buning ham qizib ko'ramiz. Keldi, birinchi keldi shuni ochib ko'raylik. Ya'ni www.tcm ni nima gap so'z bo'tdi. Da. O'sha bizani trash bo'lgan template'imizda turibdi ekan. Bu yerda bir buttonli hech qaysi bir ishlamaydi, social media yuboradigan. Balkim fazing ko'rishimiz mumkin. Qiziq bo'tam, favdan foydalanamiz, user share bo'lishdagi secret'dagi web web shell, setman discovery, web content, shotdan raft, large directories.txt url ni ham berdik va shotda fazingni amalga oshirdi. Timeoutni ustiga ko'paytirsang bo'ladi. Ajoyib. Bu yerdan image scripts. Men o'ylashim bo'yicha shu www bilan manba team tcm o'zi bitta host sifatida belgilangan, shuning uchun ham bir xil narsa chiqyapti. 301 beryapti, qizig'i. Menga ham qiziq bo'ldi. Qani curl -i turib beradigan bo'lsa-chi, nima edi ismi? Scripts ga mode permanently dotni qo'ydim. Storage forbidden. Endi просто так buni qo'yib ko'ramiz. Post yuborib ko'ramiz unda. Header bilan content. Storage bypass qilmoqchiman o'zimcha. Found. Post www team scripts. Okay. Menimcha bu yerda storage bypass kerak emas. Assets team. Xo'p, teamda hozircha hech yo'q biz uchun. Bu yerda o'sha www dagi narsalar, bu yerda esa bizda aniqlangani, bir xil ko'rayotgan bo'lsangiz, www bilan devni o'zi ham va menga qiziq bo'lgani aynan shu devni team tcm qismi. Okey, boramiz. Placeholder link to team share. Men azumni sevimli Kaido'imni ochib olaman. Okey, Kaido'dan bu yerdan proxyni yoqib qo'yamiz. Okey, bu yerdan intercept
Testing lab shotga o'tamiz va forwardni yoqdik. Xo'p. Demak, men interceptni yoqdim. Zap yokida versatilda demak, men ustiga bosdim. Bosgan paytimda page'ga yuboryapti, teamshare.php ga. Men buni anunga replayga yuboraman, ya'ni repeaterga. Okay, placeholder for future team share deyapti, lekin bu yerda hech narsa yo'q. Men kelaman replay qismida defaultning tarzda o'zimizni etc PSW deymiz, berib ko'ramiz. LFK ajoyib. Bizda hozirda Ubuntu bor. SSM default kelardi, Ubuntu ham default kelardi. Qizuvlari yana Dale bor ekan. Dale'mi? Dale'mi? Gillis bor ekan, FTP user bor ekan va bo'ldi. Ajoyib. Demak, men keldim defaultning tarzda o'sha home'ning ichidagi turgan, Dale'ning ichida turgan SSH bo'ladigan bo'lsa, ID RSS'ni olmoqchiman. Agar bo'lsa. Okay. Okay. Bu bo'lmasa, bunaqa kelli fazing qilamiz bu yerdan ham. Oh, sorry, men buni avtomatik yuboray. Shotdan page qismidan menga avtomatik qilish boshla. Hosted file emas, simple list. Bu yerdan menga kerak bo'lgan narsa aynan user share wall listdagi, sec listdagi nima deyilardi? Fazingda, adashmasam, fazing LFK edi. Keling Linux qarovimiz, shuning uchun ham Linuxni berdim. Run boshladi. So'rovlar ketishni boshladi. Ajoyib. Ko'rayotgan bo'lsanglar, katta fayl size'ligilari ham bor ekan. Men bitta videoni tekshirib qo'yaman. Videoda muammo bo'lmayotgan bo'lsa bo'ldi. Keyin men ajoyib tugadi. Tekshiramiz lenslarni. Oh my. Log, last log'lar. Log w. Oh ty man. Biz avtomatik qotgan paytimizda Erlang kod berib olgan ekanmiz. Processes Erlang kod kerak emas bizga. Default process run qilib ber, bo'ldi. Hop, botdan menga kerak emassan, bu turgan, bu turursan, bu avtomatdan turursan, dev teamdagi. Bo'ldi, bizga hozir qiziq tarafi mana shu. Okay, videoda menimcha muammo yo'q. Ovozimni tekshiraman. Ovozim ham yaxshi borayotgan bo'lishi kerak. Okay, success. Lens tekshiramiz. Var log, last log beryapti. Erlang kod qilgani ham farqi yo'q ekan. The message fail log, ATCL trace, login devs, CSS kids conf. Oh my. Apache. SSHD config, Apache config. Bu configda nima bor? Oho, men buni qilib berilgan. IDRSS Dale IDRSS. Dale'ni IDRSS ekan. Dale'ni IDRSS. Xo'p, shotdan boshlan deylik. Comment olib chiqqan har bir narsani. Xo'p, unaqa bo'lsa, men kelaman o'tga nano Dale'ni. Mayli, o'sha IDRSS pul bitta bizda deylik. Kelaman bu narsani yo'qotib deylik. Yilimiz ketib qolmaydi ekan, ishqib buni yo'qotguncha. Set bilan yo'qotsa bo'lardi. Men hozir eslaguncha. Ya'ni set komandasini yo'qotsa bo'lardi, aynan shunaqa reshotkali narsada bo'lsa. Hop, sinab ham ko'ramiz. Hop. Yo-mayo. Da, menimcha bo'ldi. Kelib permission berib qo'ydik. IDRSga Dale o'sha team ichimni sorry, SSHda shay qolib ketdi, ya'ni IDRS 2 endi kirsak bo'ladi. Ajoyib. OMI IDM ko'rishingiz mumkin. Sudoni ham bajara olganman.
user.txt bor, buni faqatgina olmayman. Bash history qaraymiz. admin checks haqida juda ham ko'p qarashib degan sudo -u guyless home admin checks yana admin checks. Xo'p, bilmadim unaqa qilgan. Yo, o'zini esidan chiqib ketgan yoki-da ataylab shunday narsani qoldirgan bo'lishi mumkin. Demak, SSH turgan ekan u. Yoki-da biza xato qaradikmi ekan. Haligina L5 ga qotgan paytimiz. Xo'p, hozir nima qilamiz? Hozir biza ID ni ko'rishingiz mumkin. ID da sudo bor, lfd-admin, Sambashir va editors. Ya'ni editors user ham bor ekan bizda. Agar home ga qaraydigan bo'lsak, 1.3-da ayo, просто так anagan ID ekan. Sudo da shell ko'raman. Demak, home guys admin checks tekshiryapti ekan va buni guyless sifatida tekshiryapti ekan, qaranglar. Ajoyib. Permissionlarni bitta ko'ra oling. Hech kim faqatgina men qo'ya olaman ekan, ya'ni Azos guruhidagi inson, lekin guyless esa agar guyless userini oladigan bo'lsak va editors guruhida ham faqatgina o'qish bor ekan u. Ya'ni bizga faqat o'qish bor ekan. Guyless olsa agarda biza nima ekan bu yerda? Hop, printf, reading stats, var, stats, date to stamp, ya'ni name sotdi, otdi, name biza kiritamiz deylik, echo name biza chiqarib beryapti va uni stats.txt ga saqlayapti. Keyin esa yana enter date qotdi, o'tdan errorni, the date is qidirib errorni chiqaryapti degan. Ajoyib. Qani, ishlatib ko'raylik shunchaki. Xo'p, unaqa bo'lsa, mana bunaqa qilib ko'ramiz. Limpsimni olaman, limpsim botga tortaman va shunchaki csp limpsimni olgin -i o'zim ID resimda foydalan, ya'ni o'sha Dale-ni tmtcm va buni iloji bo'lsa tmp ga saqlab qo'y. Dale-ni so'rayapti. So why? Maybe shundaydir. Da, shunaqa ekan. Birinchi gal ID bersak, keyin faylni berishimiz kerak ekan. Okay, men tmp ga qaytaman. Mana sem limpism bor, bitta clear qolinglar, kelinglar, limpisni bitta yuboramiz. Ko'ramiz, u yerda nima, qanaqa narsalar bor, qanaqasi ishlayapti, ko'rib chiqamiz. Lekin menga qiziq bo'layotgani, u historyda galle sotdimi ishlatgan. Va agar fakt bo'yicha gapiradigan bo'lsak, undan parol so'rash kerak edi. Agar so'ragan bo'lsa, ya'ni sudo shell qilgan paytda u shunchaki oldi, sudo -u ishlatib, o'sha guyless userdan shuni berdi. Yo'q, shart emas ekan, qaraydi. Enter name of person backing up the data. Google deymiz. Enter date times step 1-2-3. The data have been backed up. Okay, backed up bo'lding, lekin qatga backed up bo'ludi? Var admin bir bo'lamidim. Var stats.txt ga ekan. Var stats.txt ga bitta ko'ra olamiz qanaqa permissionlarimiz borligini. Var stats.txt. Oxirida kirgizgan. Ma'no qayerda bo'lyapti ekan? Stats have been saved deb aytyapti. Aynan to'g'risi ma'no qayerdaligini bilmayman. Unaqa ma'no bo'lyapti. Yana bir marta qaraychi. Status have been backed up. Enter the name person of the backing up the data. Xohlagan narsasini masalan, xohlagan narsamizni bersa ham, u var stats.txt ga saqlayapti. Va aytamiz enter date. Error sotdi.
errorni ham olibdi, faqatgina errorni devnoyini demaydi. Biz asosan name'ga e'tibor qaratsak, data save, data o'sha vaqti var stats data save bug va printf stats have been backed up. Qiziq. Agarda men bunaqa ko'rsamchi, 15 bersam, data type ga masalan 1 2 3, the data state have been backed up, enter the name of person backing up the data, enter the date to timestamp the file. Var stats txt 25 просто qoldi. Bu stats txt ni hech narsa qila olmasak, limpishimizni nima deyapti ekan? Qaraylik, mana bu yerda robots txt ham turgan ekan, bu yerda scripts old va scripts txt ham bor ekan. Qiziq. Keldi, sразу o'qiylik buni. Вот qanaqa endi? Enter username, enter password, username, password, Linux holder, and script FTP user. FTP username not. FTP server localhost, FTP username, FTP password. Username. Yo'q. Hop, yana scripts oldi tekshirgulikcha. Вот, bitta user topildi, yana FTP user va password ham bor. Team share nima qilamiz degan savol bor. Hop, men kirdim ham deylik. FTP user o'sha team tm password o'sha mana bu botdi. Team bir balo, team sharemi. Yo'q, men FTP tak bundoq qilsich. Просто shu yerdan so'rayotgan paytingda, ya'ni FTP user bo'laman, bu esa password. Ajoyib. Username qaysidir bittasi parol bo'lib qolmasmikan? Nima deysizlar? Mana bu yana bitta userimiz bor, ismi nima edi? Gaylermi, Tylermi? ls/la home ko'ramiz. Su Gaylas ekan. Passwordni ataga biza kira olamiz ekan. Qaraylik Gaylasga. No Gaylas. Shu yerdan o'zaqsiz FTP passwordni menimcha to'g'ri beraman. Ikkida passwordni noto'g'ri copy paste qilganlik uchun olmayotganman. Copy paste qildim. Bitta ko'ramiz. Kirdi-yu. Yo-mayo. Lekin FTP userda user txt nima qilyapti? Biz chunki home ni ichidamiz. Uyimizga qaytib olaylik. Mana bo'ldi. Ajoyib. Workshare. Bu yerda nima bor ekan bizga? New site txt. Hop, there I have started coding a new website page for the team to use. Is security under the it can be found by biza top bo'lgan narsamiz-ku. And place this in the relevant config file. Gaylas ana parolin qatta etsang hech narsa bo'lmaydi. Aytuvchi bormi, agarda shunchaki pty bilan spawn qolsak, bingdashimizdan yo'q. Hop, id'ni
FTP user faqatgina qizig'i yo'q user ekan. Bizga lekin guidance kerak. Limpizimizni nima deyapti? Limpizimga kerak degan bo'lsanglar, sizlarga aynan avtomatik tarzda ma'lumot yig'uvchi bitta sizlarni qurilmachilar bo'ladi. Bu ham sizlarni ancha vaqtinglarni tejaydi. War backups, scripts, old, main, relevant dev backup nuqtasi bilan main backup bor ekan, user local bin va spinladi. Va anu esa admin userga tegishli bo'ldi. Bizda admin user bormidi? Tekshiraylik. Admin user degani yo'q. Anunda bormidi? Saudiyada bormidi? Xo'p, bu yerda nima qilishyapti ekan? Dale olgan. Qaranglar, nima yo'naq qilgan ekan? Change mode 666 cho'ng qilgan Dale va editor stats.txt ni. Aha. Menga quzuv bo'lgani, qaraydi menga quzuv nima bo'pti hozir. Statsga tushibdi, to'g'rimi? cd var nima ichida turgan qatiydi. Var statsni ichida turgan stats bug. Ha. Chuqur to'r bo'ldi, sразу bug qotdi ekan va 2026-yilda, ya'ni biza hozirgi paytda ikkisini bug qilib nima ma'no topyapti ekan. Shunda ham keyless user sotdi. Agarda biz mana stats.txtdagi hamma narsani o'chirib tashlaydigan bo'lsak bo'lmaydi. Sabab baribir skriptda oxirida yozatdi. FTP userdan menimcha hech narsa bo'lmasa ham kerak. Sudo -u 5 sudo shell admin checks sudo shutdown su root nano index.html root guidance admin checks balkim boshidan limpistni qanaqa versiyasini bildik, qanaqa prosess ishlayotganligini ko'rib chiqamiz ham. Pastroy tushaman. Hop, bu yerda proseslarga yetib keldik. vsftpd config cron limpisi mana ishlayapti bu yerda. Boshqa narsa yo'q. Boshqa reanimationsi yo'q menimcha. Hop, nima qilishimiz kerak endi? Sudo shell. Okay, tekshirib ko'ramiz. Sudo -u guidance sifatida tekshiryapman. Va aytaman botga masalan enter the name of person qildim. Data times mana shu date enter date to time save the file. Time save the file. Sizdan bir qildim. Date esa been backed up. Keladigan bo'lsak, guidance bu admin checks o'tadigan bo'lsak, shu yerda bu error deganni read enter the data. Agar error bo'ladigan bo'lsa, the data is errorni yozyapti. Unchaki test ko'ramiz. Test error bo'lsa, masalan, sразу bin 5 ni -p, ya'ni 5 ni interaktiv tarzda tushirdim. Yo'qmi? Mana endi aytyapti. Error kiritdim. Printf the date is deyapti. Va errorni devnolini turyapti. Men keldim, yana bin 5 qilib -p berdim. Okay, ID. Yo'qmi? Da. Ishlayapti ekan. Who am I?
Guys, ajoyib Python -3 -c import pty spawn bash turki. Hop, Gailes endi nima qilyapti? Gailes parolni bilmaymiz biz. Gailesni parolni bilmaymiz. Shu sababli biz qayta olamiz shotga. Admin checks borligini bilamiz. Bash history bitta o'qiymiz yana. Bu yerda nima qolib ketgan ekan? Admin stuff, local bean main backup.sh qatladadir yurgan ekan. Dev backup sh, opd admin stuff script sh. Ajoyib. Qaysi biri endi ishlatish kerak ekan? Men shunga hayron qoldim. Change mode yo'qmi? Chota men shunga ko'proq mehr berganga o'xshatdi. lshla cat cpwar tcm root sotishyapti. Menimcha cron job bo'lmasa kerak. Cron yo'q. Nima yo'ldan o'qotdi bu? cd admin stuff. Menimcha yozolmasa kerak bu yerda. 1 2 3 yo'qmi? Yozamiz ham. Bizning shellimiz buzildi. Ya'ni buzildi. Ctrl Z qilsak bo'lmaydi уже. Kelaman unda. Bu yoqdan bizning yuzerimizga kim edi? Kelib chiqaylik bundan. Kim mana bu yerda? FTP user bundan chiqib turamiz. Qaytamiz sudo -l qaytadan olamiz sudo -u gailes admin checks misol uchun men bir berdim bu yerda timestampda xato beraman, ya'ni 1005 ni per interaktiv tarzda ishlatgan. Bu yerda ham xuddi shu narsani beraman. Ishladi. Men tezlik bilan input pty spawn, ya'ni bash shellini ishga tushirib olaman. Bo'ldi menimcha. Oxirgi qilgan ishlarimiz bu. Tekshirib ko'ramiz yana. O'sha user local bin ichida turgan main backup. O'sha kerak bizga. Buni copy qilamiz, o'qiymiz. Yozayotdi ekan. Yozayotgan bo'lsa, demak bu ishlayotgan bo'ladi. U doim var tcm u otdi doim. Mana buni qilib ko'rsatchi. Echo qil va san change mode qil. UID permissionni bergan, aynan 1005 ga va bergandan keyin bo'ldi, shuni berib qo'y yetar. Va buni main backupga yo'naltirib qo'yamiz. Men o'ylashim uchun bitta proses ketyapti, ya'ni har 1 minut yoki har 2 minutda ushbu narsa spawn qilib boriladi. Ya'ni ishga tushib boriladi, bekorga bu yerda bash script emas va bekorga bu copy qilmayapti rekursiv tarzda w ni ichida turgan team tcm ni ichida turgan har qanaqa kontentlarni var backups w team tcm ga. Mana bitta tekshirib olaman. 1005 mi? Ajoyib, 1005imiz allaqachon bo'libdi ekan. 1005-p rootman. Ajoyib, rootga o'tamiz. Ko'rganimizda rootligimni yana bir marta isbot qildim. ls qilaman, root xni o'qolsanglar bo'ladi. Demak, hammaga rahmat. Room qanaqadir boshqacha, boshqalardan ko'ra g'ayri oddiy deymizmi, qandaydir boshqacha bo'ldi. Menga yoqdi, yomon emas. Agarda sizlarning qanaqadir savollar bo'lsa, izohlarda qoldiringlar. Like, comment, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Demak, men videoni sekin o'chiraman. Hammaga rahmat. Keyingisida ko'rishguncha